Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filialining raqamli iqtisodiyot yo'nalishi 2-bosqich talabasiman. Mamlakatimiz prezidentining yoshlarga qaratayotgan e'tibori, jumladan biz yoshlarni qo'llab-quvvatlayotgani tufayli shu kunga qadar bir qadar yutuq va imkoniyatlarga erishib kelmoqdaman. Ya'ni 2023-yilda tashkil etilgan 5 tashabbus doirasidagi yosh kitobxon ko'rik tanlovining shahar, mahalla, sektor hamda viloyat bosqichlaridan birinchi o'rinni qo'lga kiritgan holda respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim va ana shu tanlovda qatnashib o'z imkoniyatlarimni, bilim va ko'nikmalarimni ko'rsatib bera oldim degan umiddaman. Kitobga va o'qishga bo'lgan qiziqishim tufayli maktabni ham oltin medal bilan tamomladim va ushbu universitetga qabul qilindim. Universitetga qabul qilinganimdan keyin ham o'z bilim va tajribalarimni takomillashtirib kelgan holda bir qator yutuqlarga erishdim. Jumladan hozirgi kunda universitetimizdagi iqtidorli talabalar safidan joy olganman. Bundan tashqari, joriy yil talabasi respublika ko'rik tanlovining yilning eng faol iqtidorli talabasi nominatsiyasi bo'yicha g'oliblar qatoridan o'rin egalladim. Kelgusida raqamli iqtisodiyot yo'nalishida yetuk mutaxassis bo'lib, shu bilan bir qatorda xorijiy universitetlarda va xorijiy professorlardan bilim va malakalarimni oshirib kelgan holda vatanimizning iqtisodiyotiga o'z hissamni qo'shishni niyat qilganman. Bugungi yutuqlarimda meni har doim qo'llab-quvvatlab kelayotgan ota-onamga, shuningdek o'z tajriba va ko'nikmalarini ayamayotgan ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.